Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Assalomu alaykum o'zbegim, azilarim. Marhamat qilasizlar. Kayfiyatim zo'r chunki yaxshi uyda ko'rib chiqamiz. Yaxshi, arzon, zo'r joyda joylashgan uyni ko'ramiz. Mana shu uyni, mana bu uyga kirishda mana bu laylak o'tirishini qarang. Ikkita bola ochgan. Mana bizga qarayapti. Ikkita bola ochib o'tiribdi stolban ustida. Uyimizga mana svet kirib borgan. Yaxshi tekis turgan uy. Kosmetik remont qilish kerak. Ichkarisini kosmetik remont, tozalash kerak. 91 yoshga kirib olamdan o'tgan, bu yil olamdan o'tgan 91 yashar boboy bir o'zi yashagan. Asalarisi bor. Hozir o'tib ko'ramiz. Hovlining to'rida havuz bor. Mana bu yo'ldan kirib keldim. Mana bu darvoza. Mana bu yarmi qo'shnining darvozasi. Mana qo'shni hovlisini bir ko'ringlarda. Mana bu yarmi esa mana bu darvoza bizning hovliga kiradigan. Mana biz ko'radigan uy. Mana bu hovlida bor yo'q o't o'rilgan. Chiroyligini ko'rib qo'yinglar. Bizning hovliga ham bizga nasib qilsa o'tini o'ramiz. Hozirdan tayyorlab qo'yaman sizlarga azizlarim. O't 1 metr o'yapti. Hovlida o't o'rilmagan. Shuning uchun hozir biroz changal zo'rlar orlab beramiz, lekin ajoyib katta hovli setka bilan o'ralgan. Aylanmasi. Manzilini Telegram kanalimga o'tinglar azizlarim. Manzilni qoldiraman. Bitta like bosinglar avvalo. Minnatdor bo'laman azizlarim. Yangi kirganlarning obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'linglar. YouTube kanalimga obuna bo'linglar. YouTube kanal ochgan mana bu turishini qaranglar. Qomati zo'r. Mana bu kirish eshigi. Mana bu uyda bu tomondan ko'rinishi tekis turgan yaxshigina uy. Mana setka, aylanmasi setka ketyapti. Mana chap tomonimizda qo'shnimizni. Uyimiz chekada turibdi. Qishloqda chekasida turgan uy. Shuning uchun orqamiz ham, yon boshimiz ham ochiq dala, o'rmon. Mana bu qo'shnimiz bilan oralikda mana shunaqa ochiq masofa maydon bor ekan. Mana setka, mana shu hovli, bog' hammasi. Ana to'rida asalari bor, o'tib ko'rsataman sizlarga. Mana bu qo'shnimiz ham hovlisini bor yo'g'i o'ti o'rilgan, qaranglar. Chiroyli hovli. Mana bu bizning hovlidagi eski hammom. Bilmadim, ichiga kira olmadim, o't olmadim. Hammom bo'lmasa ham hech bo'lmasa bir tovoqxona qilib ishlatsa bo'ladi. Mana hovlining chetiga keldim. Mana to'g'rayimizga qaranglar. Dala. Mana bu o'tni qaranglar. Salkam bo'yim barobar. Mana bu hovlimizni yonboshlab ketgan yerlar mana shu. Nariga qarab ketgan. Mana o't o'rilmagan hovlimizning orqa taraflari. Bir necha gektar mana shunday pichan o'radigan, mol boqadigan yerlar. Bu uyning manzili Moskva-Riga trassasining ustida joylashgan. Kunya rayon, Pskov oblasining Kunya rayoni. Mana shu qishloqdan Moskva-Riga trassasigacha 1 kilometr. O'sha 1 kilometrni o'tganimizdan keyin bitta katta Ushsa degan posyolka. U yerdan biz bir nechta hamyurtlarimiz uy olganlar. Qo'shni bo'lib yashaymiz deganlaring mana marhamat qilasizlar. Bu posyolkada boya aytdim 1 kilometr. Maktab, bog'cha, Sberbank, pochta, administratsiya va hokazo hamma infrastruktura bor. Hattoki gaz ham bor. Endi bizning qishloqda emas, u qishloqda, u katta qishloq. Bu kichkina qishloq. Mana ko'rib turganlaringday yaxshi manzarada joylashgan, yaxshi tabiatda joylashgan mana shunaqa uy. Xo'sh. Endi mana bu eshikni ocha olmadik. Qulfi zanglab qo'ygan ekan. Shuning uchun mana bu yerdan kirdik. Mana setka sal biroz qulagan joyi bor ekan. Mana shu yerdan o'tamizda. Mana shunday kiramiz hovliga. Mana qo'shnimiz bilan o'rtasida setka tortilgan. Mana bu darvoza bizniki.
Mana o't o'sgan yer bizniki. Naryoqda o'rilgan qo'shnimizniki. Mana shu hovli. Mana bu hojatxona, molxona va saroy. Endi ajlarim hozir krılchosi qulagan, shuning uchun qo'rqmaysizlar. Qo'rqmaysizlar, uni buzib tashlash kerak bo'ladi albatta. Lekin uyni ko'rinishi uyda qolmadi mana. Tep-tekis turgan, baland turgan, chirdagi ham baland. Chirdagida ham bironta xona qilsa bo'ladi. Lekin mana krılchoni buzib tashlash kerak. Krılchoni buzish kerak. Ketdik endi. Birgalikda aylanamiz. Ketdik ajlarim. Mana ajlarim. To'g'ridan ko'rinishi tep-tekis turgan, tomi butun. Verandasi tekis yaxshi, faqat mana krыльцоni. Крыльцо только разобрать, да, надо? Да, его выкинуть. Дальше открыто, кажется, да? Могу заходить? Bismillahirrahmanirrahim. Krılьцоga qaramanglar. Buziladi. Xo'p, mana bismillahirrahmanirrahim deb. Bu yog'i zo'r. Bu yog'i zo'r, mana devorlarni ko'rib qo'yinglar. Mana bu veranda tozalash kerak. Tozalash kerak. Mana bu chap qo'lda. Chap qo'l pullar tekis, pullar tekis. Mana bu chap qo'lda. Hop. Buni ochsakda mana shunaqa подсобное хозяйство. Sklad kattagina sklad. Mana bu esa chirdakka chiqadigan mana bu narvoncha. Tak. Mana bu narvoncha bilan chirdak juda baland ekan. Chirdagi baland chiqib o'tirmayman. Тут она, как сказать, ну, там посмотрел. Да. Ну, вот он тут это качал. Вот. Конечно. Shunday kirsak, takrorlangan 91 yoshga kirgan odam yashagan bu yerda. Tozalash kerak xolos, chunki pul tep-tekis. А вот печка рабочая? Ну, топилась. Yo'q ekan edi deyapti. Bu endi mana shu birinchi xonasida. Oshxona. Mana bularni qarab etinglar, mana shu hammasini olib chiqib tashlasak, tep-tekis yaxshigina xona. Endi mana keyingisiga kirsak. Надо как было еще раз. Patologlar tekis, ko'rib turinglar. Balandligi yaxshi. Taxminan 220 ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Rozetkalar bor. А? Да. Mana pechka, katta pechka boyagi bu yoqqa chiqqan. Xullas, patologning balandligi yaxshi, tep-tekis, poli mahkam, tep-tekis. Mana endi oxirgi kichkina xonachaga o'tsak, Забрать, выкинуть. aha. Ну, уборочку очень надо сделать. Да, надо тут. Mana bu pechkani orqasida mana Надо kichkina katakcha endi yotganida xullas mana shunaqa еще как штаны. sifati zo'r uy. Bu narxiga yaxshi baho qo'yaman. Mana shunaqa uy. Qani endi Медогонка. Электрическая. midagonka. Да, на аккумуляторе. То он сюда все затащил. Mana midagonka yazılan. Оставляете же тоже, да? Зачем оно нужно? Да. Ham Я qoladi. просто говорю, вот так Холод, вот да? сюда хозяйничал, так все и побросал. Видать, мы- Asalarichilar tushunasizlar, midagonkani. Kattagina ekan. Ketdik endi. Tashqarini ko'raylik. Mana tashqariga chiqdik-da. Mana bu ikkita saroy bilan mana molxonani ko'ramiz, o'zlarim. Endi sizlarga bitta iltimos. Mana shu salkam 1 metr bo'lgan mana shu o'tni xayolan o'rib tashanglar. Xayolan o'rib tashanglar albatta, chunki bugun 1-iyun. Bugun 1-iyun bo'lsa, o't hali bu yil o'rilmagan. Shuning uchun mana o'sha
Hovlini to'rini qaranglar. O'tlar o'rilmagan. 1 metr. Mana uyda. Mana yonboshdan qomadini ko'ringlar. Agar mana shu krılcha bo'lmaganda edi, qomadi mana juda chiroyli. Tekis turgan, quruq, yaxshigina. Juda ajoyib. Narxiga ajoyib uy. Men o'zimda ham bu yerda mana shu tabiatda do'ngda turgan hovli bemalol yashagan bo'lar edim. Mana bu sarayga kirsakda mana shunaqa saray va o'tinxonada mana bir ikki moshin o'tin taxlab qo'yilgan ekan. Mana tomda materiallar ham bor. Yog'och materiallar. Mayda cho'da instrumentlar. Bunga ikkita g'ildirakli tachka ham bor ekan. Esirdan qolgan. Asalarlar uchiribdi. Asalarlarni o'tib ko'ramiz azizlarim. 6 tami asalarning uyi bor ekan, yashik. Mana hozir molxonani ko'ramiz. Kengligi 6 metrlar bor ekan. Mana shu turishda bu chetini, o'ng chetini, o'ng chapidan o'nggacha mana shu 6 metrlar atrofida. Крыша рухнула здесь. Крыша рухнула. Ну вот и здесь. Ну да. Mana şöyle zagleyim. Mana. Tom yopiq-ku, lekin mana patologi qulagan ekan, mana shu patolog bo'ladi. А что он? Mana bu molxona. Oho, bu yerda ham boya medagonka bor ekan. Yaxshigina molxona, mana bu yerdan ko'rinishi bo'yicha. Lekin mana patologini buzib Давай я тут. yangilash kerak ekan. Стоп, а что это он так? Endi ajlarim. Endi mana bu hojatxona. Boya aytgan mana malinani qaranglar. Malina juda ko'p ekan hovlida. Mana bu hojatxona. Mana bundaqa. Soppa-soq hojatxona. Endi qaysi tomondan boshlayman ekan? O'ng tomondan boshlayman. Essiz o't o'rilmagan ekanda. Endi buni endi hozir yangi egasi kelsa, bu 40 sotikdan ortiq yerni o'tini o'rib, bir-ikki mana bir-ikki teleshka, bir o'rimdan bir-ikki teleshka o't chiqadi deb berin. Ana sichqon. Qo'shdi mana bu quduq. Mana bu quduq tep-tekis turgan yaxshigina quduq. Faqat mana bu krishkalarni yangilash kerak. Mana ko'rib qo'yinglar. Mana quduq. Suvni ekspertizani chaqirib, suvni tekshirganlar ekan sifatini. İchimlik toza suv deyilgan. Xo'sh. Mana bu boya ko'chadan ko'rgan hammom sanaladi to'g'rimizda. Endi hammom bo'lganda u. Ilgari hammom bo'lgan. Mana bu hammasi mana mevali daraxtlar. Olma, gilos, olcha, sliva deganlarda. Yana takrorlayman. Hovli do'ngda turibdi. Ana o'rmonlar, naryoqlar, mana bu dalalar pastlikda. Mana bu o't 1 metr dedim-ku, shuning uchun men buni kezib yuraymikan. Masalan, mana bu tomoniga o'tib, mana bog'da ichidagi asallarni ko'rsatayin. Asallarisi yo'qqa o'xshaydi. Lekin qutilari turibdi. Ana tabiat, mana tabiat. Mana bitta, ikkita ana daraxt orqasida yana ikkita. Mana 5-chi va 4da 6-chi. 6ta mana daraxtlar orqasida yana dala. Bu hovlimizning davomi. Ana shu dalalar hovlimizning davomi, chunki 40 sotik yerimiz bo'lgan bilan qishloqda chetida turgan uy. Oxirgisi deylik, chetida turgan uy, shuning uchun atrof manzara o'zimizniki.
Shu vaqtgacha o't o'rilmaganmi? Demak, ega yo'q. Ega yo'q. Bemalol hashak qilgani, molni olib chiqib boqqani, agar chorva qilaman desalaring. Xo'sh. Mana yana uyni yoniga qaytdim-da. İçki hovliga. İkilikli. Qaranglar endi. Endi hammamiz yaxshi ko'rgan hovuzni ko'ramiz. Mana setka 10 metr yo'l. Mana bu darvoza hovliga kiradigan. O'tni o'rilganda faras etaveringlar. 1 metr o'tdi. Mana setka. Mana molxona va mana molxonani yonboshlab mana shunday o'tamizda. Mana 91 yashar bog'imiz. Mana bu yerda hovlining o'rtasida mana bundaqa hovuz qazigan ekan. Maydoni taxminan kenglik 7 metrlar bo'lsa, uzunasiga bir 10-12 metr. Mana shunaqa bir 70 metrlar atrofida, kvadrat metrlar atrofida mana shu hovuz bo'ladi. Mana qo'shnining hovlisi. Biznikidan ortiq joyi yo'q. Bor yo'g'i o't o'rilgan. Ko'rib qo'yinglar. Mana bor yo'g'i o't o'rilgan. Mana qaranglar. Ana hovli. Ana hovli, mana uyni qaranglar. Chiroyli uy. Ozodagina baland turgan uy. O'zi ham mana bu hammom ekan. Mana shunday gaplar aytadi. Mana hovlini boya yonboshda asallarning nariyog'ida. Yonboshi edi hovlini. Mana bu esa orqa tarafi. Ana dala va o'rmon bo'lib ketgan. Endi azizlarim takrorlayman. Bu uy Veliki Luki, Pskov oblastini Veliki Luki shahriga taxminan 12-13 kilometr masofada joylashgan derevnya bu qishloq. Bu qishloqda 1 kilometr yonboshida 1 kilometrdan keyin trassa, Moskva-Riga trassasi. 1 kilometr bor yo'q. Aniqrog'i 1 kilometr 200 metr. 1200 metr mana shu qishloqgacha. Trassaning nargi betida Ushitsa degan katta qishloq bor. Bu yerdan 3-4 ta hamyurtlarimiz uy olgan. Kerak bo'lsa eslataman. Sayyoraxon, Ro'zaxonlar olgan edi. Mana setka bilan o'ralgan. Mana yana bir bor uyda qolmadi. Mana uyga kirishda katta sasnada va mana laylak bolalari ochildi. Hozir bola ikkita bolani bosib o'tiribdi. Veliki Lukiga qatdan bemalol ishlasangiz bo'ladi. Mana bu qo'shnisi, dacha qilib ishlatadilar ekan. Mana bu qo'shni, mana bular qo'shni. Mana bu yo'ldan kirib keldik-da. Mana ajlarim. Mana to'g'rayimizda bizda uy bo'lsa, mana 100 metr o'tdim-da. Mana bu yo'lak bilan trassaga chiqamiz. Mana bu qo'shnimiz, yana bir qo'shnimiz. Men sizlarga nimani ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Mana to'g'rayimizda 1 kilometr masofada pilarama ko'rib turibman. Ilgari firma bo'lganga o'xshaydi. Hozir pilaramani yog'ochlar taxlangan ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ana sizlarga pilarama. Menimcha bundaqa pilaramalarda bizlarga ish topilishi kerak. Shuning uchun o'tib ko'rsa bo'ladi. Mana yana bir bor uyni ko'rinishi. Veliki Luki katta shahar, ish o'rinlari ko'p. 12-13 kilometr atrofida qatnab bemalol ishlayverasiz.
Ushitsa bu yerdan bor-yo'q 1 kilometr Moskva-Riga trassasini ustida joylashgan katta qishloq. U yerda maktab bor. Maktab, pochta, Sberbank, bog'cha va hokazo hamma infrastruktura bor. Hattoki gaz bor u qo'shni qishlog'imizda. Shuning uchun azizlarim, mana shu uy bizlarga nasib qilsin. Endi ko'rdilaring, men juda ko'p plyuslari ko'p, minuslarini ko'rding. Minuslari o'tirilmagan ekan xolos. O'tirilmagan xolos. Men ham Veliki Lukidaman. Kelinglar, orttiringlar. Tirikchilik qilinglar. Kelib yoz faslida mana shu yerda dacha qilib qaranglar, baxir bu tabiat. Qushlar sayrashni eshitinglar. Mana tabiat. Moskva-Riga trassasi 1 kilometr. Bizning hamyurtlarimiz, kanalni uy olgan hamyurtlarimiz mana shu atrofda, uzoq emas. 10 kilometr, 15 kilometr, 20 kilometr atrofda yoyilganmiz. Xo'sh azizlarim, 350 ming rubl so'rayapti. 350 ming so'rayapti. Biroz qimmatroq edi. Bugungi kunda 350 bo'lib turibdi. Savdolashgani harakat qilaman albatta, biroz tushiramiz, Xudo xohlasa deb aytayin. Shuning uchun Telegramga o'tinglarda. Bu uyda lokatsiyasini tashlab qo'yaman bu qishloqda. Telegramga o'tib lichkamga yozinglar, gaplashamiz. Ishonarli qilib o'zbek, tojik, qirg'iz pasporti bilan nomlaringga rasmiylashtirib beraman, shaxsiy mulklaring bo'ladi. Hammalaringga yaxshi ko'rmanglar, ko'rishguncha.